Assalamu alaikum qarindoshlarım. Assalamu alaikum rahmatulloh. İnşallah ovozim kelyapti. Chiqishimning sababi avay shu men bir muxbirlar ko'rishib sal mana bu hayajonimni bosolmay ba'zi xabarlarni sizlar bilan o'rtoqlashgim bordi. Burunqidek qarindoshlar shu Xitoy bir bayonot bersa, masalan tunugun Shuhrat Zokir demdik. Hisobda bizning hozircha shu Xinjiang Uyg'ur avtonomiyaning lideri deb hisoblanadigan kishi shu jazo lagerlarini boarding school ya'ni yataqliq maktab deb işte bir bayonot beribdi. Biz aqidinlam burunqidek nima emas uzun vaqt qolmaylam bizmi aqidinlam shuning uchun javoblarni berdik. Qisqacha javoblar shu. Men asos jihatdan Adil Minjitni, Qurban Mahmud dadimizni ve Mutallib Sidiq Qahiri akıllarımızı örnek ep durup bu insanlar ya ulanın deyişeceğim de yemek bikallık tamak verirkemiz, bikallık til üktürürkemiz, bikallık yatak diyendek ve bula hep de ahırları üygü kaytamış. Tamam üy kaytsa biz mi bir körüşeli ündüdar arkalık bununla hem de cevap veremeyottur. Men köreşken radyo stansı o şula bile aloqa qilishga tirishsa, ular qat'iy qabul qilmabdi bularning ziyoratini. Endi mushtabil ahvol, normal bir ahvol tuniganmi ko'rdinglar. Shu yerda men aloqa qilishayotgan bir muxbir shu yerda ular ishtirib nimish tatislar deganda gaplar bo'ldi. Endi bundan keyin asta-asta burunqidek emas hozir Xitoy bir bayonot bersa biz o'zimizga tushliq bir bayonot beradigan bo'lib qoldik. Shu holga kelib qoldik qarindoshlar. Ya'ni bundan keyin Xitoy birim desa, voy deb bir necha qarindoshlar, bir necha do'stlarimiz tayyor turib, bunga inkos qaytarganga tayyor bo'lib turadi. Lekin bundaq askarlarimiz bek az. Ukamen chaqagandek inglizcha til bildigan bo'libmi? Qarindoshlarimiz bek lozim bizga. Shuningga mushijatdan askarlarimizni jiqaytishimiz kerak. Yana bir chiqishimning sababi qarindoshlar Mush 3-chi qatim hozir. Men saqol 3-chi qatim. 3-chi qatim bir necha Allah razı olsun bu qarindoshlarımızın o'quvchi qarindoshlarimiz bor. Yaqin Misrdan kelgan, Uyabiyatdan kelgan Türkiye'nin siyasi ahvolini uqmaydigan yoki bo'lmasa hatto Türkiye'de tug'ilib cho'ng bo'lgan yoki bo'lmasa Türkiye'de kichik vaqtlarda kelib Türkiye'deki siyaset meselelerini bütün dünya mushtahkan deb o'ylab qolgan qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlarım nimsa, ba'zi insonlar mushu gapni qilgan chog'da men bek nim qilmagan, qana gap qilsangiz, Arslan qarindoshim siz deganlarga chiqayotgandan keyin acaba ancha-muncha masaqallarni kesib olsangiz, bularmiki deganda, shunga men darhol bir javob qaytardim. Hamda saqalni qo'yishimning sababi birinchisi Peygamber sallallohu alayhi vasallamning sunnati yo'q deganda 4 parmoq yoki bo'lmasa bir uch tutqidek bir saqal erkaklar qo'yish kerak. Bunun to'g'riliq nurg'un dalil isbotlarimiz bor. Ikkinchi bo'lsa, bizning shu yerdagi vatandoshlarimiz saqalning qo'yg'isi bor, hatto burutni qo'yg'isi bor, lekin qo'yg'izmaydi. Ikkinchi qo'yishimning sababi bumi bor. Hamda nurg'un o'quvchilarimizga hozir bu ahvollarni faqat Turkiyadagi qarindoshlarimiz tushuna oladi yoki bo'lmasa Turkiyada bir mezgil yashab chet elga chiqqan qarindoshlarimiz tushuna oladi. U bo'lsa Turkiyaning siyosiy masalalari va ba'zi siyosiy guruhlar bor. Endi bu tarz savollarni so'raydigan guruhlar bo'lsa, bularni solchi deymiz. Bu solchilar, bu endi nima deymiz? Mushu zihniyat, men bu yerda Turkiyada turib asli jiq yaqsam bo'lmaydi bu vaqtda. Sal biz uchun bir diqqat qilishimiz kerak ba'zi so'zlarga. Endi faqat shuni tavsiya qilaman. Shu qarindoshlar shu Cumhuriyet dönemi deb bir vaqt o'tgan Turkiya boshida qurilgan chog'da shu chog'dagi islomga qarshi bo'lgan nimalarni bir ko'rib chiqing, bir izdining. Faqat mushlam deya olmayman sizga. Ammo faqat sizga bir savolni qo'yman. Men bu haqda boshqa ortiq gapirgim yo'q. Chunki
biz chet ellik turib bu yerda Turkiyaning siyosiy to'g'riliq gapirsak bo'lmaydi. Biz uchun yaxshi emas. Masjidlarni hayvon boqadigan yerlarga almashtirgan. Arabcha ezonni Türkçe'ye almashtirgan. Yağlıqni yo'q qilish tirishgan, imomlarni o'ttagan, islomga hisobda dushmanlik qilgan zot yoki zotlar bularni shayton demdiq yoki bo'lmasa farishta malaika demdiq. Men bu savolning javobini bermayman. Sizlarning kallanglar nim bo'lsa, shu to'xtasin. Shuni azroq o'zinglar izlaninglar demoqchi bo'lgan gapning qisqasi. Endi asl masalaga kelsak bu yerda demak bu savol so'rayotgan insonlar, professorlar, hatto o'quvchilar shuni so'raydi. Sizlar ma soqolni oz qilib, yog'liqni bir normallarga chiqsanglar deyotdi. Shunga bizning deydigan masalamiz shu. Soqol qo'ygan insonlar, yog'liq chegirgan insonlar bizning millat, sizlar Türk millati bilan o'xshash. Ba'zilari bek az miqdorda soqol qo'ygan insonlarimiz bor, ba'zi az miqdorda bunda qora lechaklarni chegirgan insonlarimiz bor. Ularning deyishicha, sizlar mushta kengashga Xitoy sizlarga mushta zulm qilyapti. Siz deysiz, undaqda qiyinlashim. Bizning İstanbulda Fatih'da bir yer bor. Çarşamba bozori İsmail A jamoati bor. Uyga kirsangiz haqiqatan ashta qari charshaplik, mushta soqolliq bolalar bekjiq. Endi biz Uyg'ur chetalik bo'lib turib, u insonlarga qarab, "Voy sizlar turklar nimda qari charshaplik, soqolliq insonlar ekansa" demaymiz. Ular nihoyat oz, balki 1% mi emas bir insonlar. Shuningga bu o'quvchilar, bu o'qituvchilar, bu professorlar ba'zan Xitoyning tashviqotiga ishinib qopdi. Siz deysiz, bundan insonlar bek az. Hatto Türk millati qarab baqinglar 80 million inson bo'lsa, namoz qildiganmi bek az. Bizning ishtidimizmi namoz qilgan insonlar Uyg'ur millatidan bahs etyapman, bek az yanalar. İnşallah hammasi qilib qolar, Alloh duo qilamiz. Demakchi bo'lgani mushtaq savolga mushtaq javob berishinglar kerak. Yana birisi bo'lsa, nim bo'pti? Biz erkin, demokratik, laik bir davlatda yashayotgandan keyin nim kiysak, nim qilmamdi deb shunga mushtaq shakl javob bersanglar bo'ldi. O'tganki hafta ayollar bayrami bo'lgandan keyin ayollar demokratik bir davlatda yashayotgandan keyin nim kiygisi bo'lsa kiyiversin. Shu mushtaq shakl javob beringlar, og'zinglar susib qolmanglar. Ekranga chiqmasangiz-mu, atrofing'izdagi o'quvchilarga, o'qituvchilarga mushtaq savollar so'rab qolsa, mushtaq javob bering. Chunki mushumi muhim tashviqot. Necha haftaning oldida men mush to'g'riliq gap qilgandim. Asta Xitoyning o'zining o'quvchi jamiyatlar qurilmoqchi, qurilyotdi. Mushu Abay degandek sol qismlarda quryapti. Endi men bu solchi deb bularni yomon bir shaklda gap qilganim emas. Bizning Turkiyadagi bo'layotgan da'vat nimamizda shu qismi bek kam. Genel olarak, yani generally speaking, biz bek sağ kesimga, yani din ve milli gruplara bek isilib aldık. Her qanday davet qildigan ish bo'lsa, ular artıq bek tunib ketgandan keyin bir telefon qilib, bundan masala chiqqan deb vatanda biz sizning programmangizga qaytilsak bo'lamdi deb vaqt chiqarib berdi. Yoki bo'lmasa shularning oliy maktablariga boramiz, anangizga o'zimizning gaplarimiz deymiz. Ammo bu yerda bir eksik bir narsa bor. U faqat Türkiye'nin yerimi, dini kesim ve milli kesim. Bir yerda sol kesim bor. Sol kesim deganimiz leftist, bular ancha dinga qiziqmaydigan. Ular daha da böyle insani, humanitarian kısmı bor. Siz dindan gapirsangiz bek nim qildi. Hatta Türkiye'nin bazı organlarida mı ish bijirmen desangizmi, biz Uyg'urlar elhamdülillah her qandaq bir Uyg'ur mayli dindar bo'lsin, mayli bek dindar bo'lmasin, assalomu alaykum deyish hammamizda bor. Lekin Türkiye'de undaq ish yo'q. Siz ba'zi yerlarga borsangiz, hatto gap so'zingizga bek diqqat qilishingiz kerak. Balkim assalomu alaykum yeriga marhaba deyishingiz kerak. Yoki bo'lmasa kolay gelsin deb deyishingiz kerak. Bo'lmasa sizning ishingizni siz degandek yeringizdan chiqmay qoladi. Bu arada men so'ramay qoldim. Ovozim yaxshi kelyaptimi? Qiyinlashdi. Bika 30-40 minut gap qo'yib, ovozim yo'qib qolsa, bir xil bo'lib qolaman. Yani tekshirib etsak, ovozim kelgan bo'lsa, tiz bir qiyinlashimiz yazgan bo'lsa,
Bo'lmasa bekani bo'lib qolmasin bu intervyu. Ovozing kelyaptimi qarindoshlar? Okay, tamam, güzel. Surat yaxshi kelyaptimi? Bazen internet sıkıntı buldum ha bölgede. Geldi. Okay, tamam, Allah razı olsun. Ondaqda qarindoshlar, nima deyotgandim? Ha, sol kesim. Sol kesim bu bek din nim qilgan ishingizni to'g'ri bir shaklda bajarmaydi. Anikin bularning oliy maktablari bor va nurg'un hukumatning maktablari mushlarning qo'lida. Masalan, damalik demay, bekamanga ish kelmasin, lekin bularning maktablari bor. Shaxsan men mushu maktablarda hozir aloqa qilishyapman. Men ancha, masalan biz sağ kesim degan insonlarga biz nutq, presentation ilqi sunum bergan chog'da yog'liq chekkizmaydi, soqol qo'yg'izmaydi, namoz qilg'izmaydi gaplarni qilamiz. Endi mundaq insonlar bilan mayli siz uyaga sahnaya chiqib tushundirmasingizmi, shu shaklda o'quvchilarga bizning naqshi usullarimiz bor, bizning No'ruz bayramlarimiz, munda bayramlarimiz bor, tamoqlarimiz bek o'xshaydi jo'ringa. Biz bir taqsir langman yeb ketaylik debchi, bir polo, bizning polo deb yemeklarimiz bor. Ani o'zlari qo'yib Üzbek pilavimi deb deysiz. Üzbeklarga o'xshab qoldi. O qarindoshimiz bek o'xshaydi, lekin bizning o'zimizga tushliq nimalarimiz bor deb mundaq narsalarga o'zimizning madaniyatimizni tushuntiraylik ularga. Onundan keyin bizning da'vomiz haq bo'ldi. Biz asosiyatdan Türk millatining %50, ya'ni 30-40 milyon xalqqa hitap qilyapmiz. Qolgan yana bir 30-40 milyon inson bor. Ularning ichida shu ya'ni humanity, ya'ni insoniy shu tarafni tuturgan, kültürimizni tuturgan, shuningga ba'zi mushu bu ülkeye yangi kelgan, Misrdan kelgan bolalar bo'lsin, yoki bo'lmasa hatto misha tug'ilib cho'ng bo'lgan bolalarmi bu yerning siyosiy nimasini bütün g'arbdagi siyosiy nimalar o'xshash deb o'ylab qolsin. Qat'iy o'xshamaydi. G'arbda bekmu saqal, bekmu qaralikcha, endi qaragan nima qilib qoldi, lekin yog'liq bilan ancha dadi yo'q. Ular nayti ilg'or millatlar. Shuningga biz qo'rqmay CNNlarga, BBClarga chiqyapmiz. Turkiyada bo'lsa nurg'un qarindoshlarimiz shu Beyaz TV deymiz yoki bo'lmasa Abay degan shu o'ngchi kanallarga chiqyapmiz. Biz asta sol kanallarga o'tishimiz kerak. Bular bo'lsa kim u? CNN Türk, Fox, mushtaq shakli Fox TV, Show TV, bular sol, bek dindor emas. Hatta ichida bo'lsa din dushmani. Lekin biz dushmanimizni jiqaytmay, islomning dushmani bo'lsa-mu, bu yerda bir adam qutuldirish masalasi bo'lgandan keyin bizning uyg'urligimizni jiqroq ko'rsatib turib, islomimizni sal yem qilish kerak. O'ngchi kesil bilan, o'ngchi guruh bilan ko'rashgan chog'da, ya'ni AK Parti, milliyatchi guruhlar bilan gap qilgan chog'da, ular bilan yana o'zimizning turkligimizni, lekin u yerda anonnikin islom değerlerimizni aldığımızda Ramazan ayla kavatarı ularga shu nima diniy nimalarni desak bo'ldi. To'xtab turing, qana bir telefon kelibdi, men bir nim qo'yib o'tay. Ajoyib bir chong telefonkini anglab qoldinglarmi? Shuningga mushta bir masala qarindoshlar. Anondan keyin qo'rqmay javob beringlar. U yerda asl davomimiz, u yerda insonlar o'lyotidi, yotoqliq maktab emas. Mening dadim bekmu doğum perichik bilan emas. U ayni vaqtda esinglarda bo'lsa, qanday necha oldira bir Cumhurbaşkanlığı nimaga saylamga kirish uchun xalqdan hatto xalqdan chiqalaydi 100 ming imzo to'plash uchun aran to'plagan insonni mencha u adamga qarshi u shu xiyaldagi Vatan Partisi deyman, partiyaning ismi. Ularga qarshi bekjiq nima kelsak, u adamning nomini, u adamning nimasini, önümini bek ko'tarib. Shaxsiy fikrim xato bo'lishi mumkin. Mening ko'z qarashim shu. Shuning bilan uninga bek nima qilmayli, biz mushu sol kesim, ya'ni solchi guruhlarni bu yerda faqat Turkiyada yashayotgan qarindoshimiz tushundi, sol desam. Chunki g'arbdagi sol bilan o'ngchilar o'xshamaydi.
Yani demekçidim. Ha, şunun bilan umidvor bo'laylik, yana chaqir qilama. Til, Almanca, bu mu İngilizce? Asosiyat nurg'un xabarlarimiz dunyoning asos tili bo'lgan İngilizce, lingua franca deymiz. İngilizce, Arabcha, Fransızca, İtalyaca, mushlarning hammasini yosh bolalar bilgan bo'lsa, asta-asta chiqinglar, mushu jihatdan askar to'playotimiz muxbirlar bilan gaplashish uchun. Yanalar chaqir qilama, qo'lida isbot bo'lgan, hatta WhatsApp message, ündüdar mesajları bo'lsa, ovozli mesajları bo'lsa, tehdit sağan, bunda qilmasang ota-onangizga anda qilamiz degan gaplar bo'lsa, men bilan aloqa qilishib, men shu hozir yanalar tunugin pak yu degan qarindishimiz bilgan qarindish insonlikdagi, men ular qarindishim desam xato tushunmanglar. Gerçi kafir bo'lsa-mu, hammamiz Odam alayhissalomdan kelgan. Buni gap topsizlar ishini nima. Muşlarning numarini berime, tünügün aşındaq şu Xitay ruxsat bermisimi bir şekilde bu guylarning şu Abdi Bashir'sini açıman deb yana şu ulamı Xitay. Şununla biz tünügen çıqargan narsani bazı insanlar tushunmabdi. Men hiçbir zaman demokratik Xitayning, millatchi Xitayning gapini qilmadim. Hatta Xitaylar bilan yashaylikmi demedim. Men faqat dedim, biz 1,5 milyar inson dushman qilib olmay, o Xitayning ichida har xil yangi inson bor. Agar foydalanadigan yeri bo'lsa, foydalanib olaylik, dushmanlarimiz jiqaytmaylik. Turkiyadami biz o'ngchi kesimlar bilan tutib oliblam, sol kesim bilan ashadimi yana bir 30-40 million shu xalqni o'zimizning qo'limizga keltirib olsak, shu dinsiz kesimni, dinsiz insonlarni insondagi insoniyat nimamizni kuchlantirib, ularni qo'limizga nimib olsak, 80 milyon Türk halkını qila olamiz. Ülkenlermi davatımız hiç kim, vallahi hiç kim bizning Uyg'urlardan boshqa ve başka Türkiye xalqdan boshqa bizning mustaqilimiz çatığı yok. Bizning çatığımız var. Bu birinci Allah'ın qo'lida, ikkinchisi bizning qo'limizda ve arzuyumuzdur. Türk Cumhuriyeti mi bizning mustaqilimiz damanlık çatığı yok. Belki uzun vadeli planı bulushi mümkün, lekin bunu hazır deb jürmeydi buna gaplarni. Şununla biz insan qutuldiraylik, insan qutuldirib bo'lgandan keyin qolgan ishlarni nim qilsak bo'ldi. Gaplarni to'g'ri topgan bo'lsanlar qarindoshlar, to'g'ri tushuninglar. Mening asosiyat nima uchun chiqaman, shu xalqni o'zim o'tirib fikri bir bo'lsa, shu to'g'ri fikr, mencha to'g'ri fikr, to'g'ri yerga yetildiraylik deb mush sabablarga chiqyapmiz. Boshqa bir murod maqsadimiz yo'q. Murod maqsadimiz inson qutuldirish, anondan keyin boshqa narsa asta-asta keladi. Taqt qo'yinglar qarindoshlar. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Agar bir necha sekund, 1 minut balki savol saqlayman, bo'lmasa men tushib ketaman. Bir haq. Tamam qarindoshlar. Amsa men tushib ketay. Assalomu alaykum rahmatulloh. Allohga emanet qarindoshlar. Mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Taqt qo'yinglar jimo. Assalomu alaykum.